Salom do'stlar. Bugun mening yonimga Volto markali kir yuvish mashinasini olib kelishdi. Egasi aytayapti, O'jim tomoni ishlamayapti. Hozir tekshirib ko'ramiz. Mana rozetkaga uladim. İşlemayapti. Ko'rib turganingizdek ishlamayapti. Stirkani tekshirib ko'ramiz. Stirkamiz joyida. Hozir orqa tomonni ochib tekshirib ko'ramiz. Nimaga ishlamayapti o'jim? Xo'sh. Mana hozir motorchasini aylantirib ko'ramiz. Mana o'jimniki ana shu motor bo'ladi. Juda og'ir aylanyapti. Mana ko'rib turganingizdek. Keyin egasi aytdiki, kir mashinining qayeridan suv tomar ekan. Buni ham ko'ramiz. Ko'pincha mana shu mana bu yerda salnik bo'ladi. Mana shu yerda. Mana shu salnik yedirilib ketgandan keyin suv oqib boshlaydi. Suv oqadi, oqib mana bu motorchasiga tushadi. Suv keyin motor kuyadi. Menimcha suv oqqandan keyin motor mana ko'rib turganingizdek ichi zang bo'lib, korroziya bo'lib qotib qolgan shekilli. Buni ham ochib ko'ramiz hozir.
Birinchi navbatda tekshirib ko'ramiz. Motor sozmi yoki kuyganmi? Buning uchun mana bu simlarni olamiz yozdirib. Xo'sh. Multimetrni yoqamiz. Kimda multimetr bo'lsa, mana bu prozvonkaga qo'yib qo'yamiz. Diod tekshiradeganga. Mana. O'zi tovushi chiqadi. Mana ikkita shubni tiydirsangiz, ovoz chiqadi. Keyin mana bittasini bunga tekkizamiz. Mana yana bittasini mana bu provodaga tekkizamiz. 28. İkincisi mana oq simga tekkizamiz. Demak, motochigimiz soz. İşlab o'tdi. Agarda simni ulagan paytda umuman ekranda umuman hech qanday son, sifr chiqmasa, u kuygan bo'ladi yoki obmotka kuygan bo'ladi. Xo'sh, motochik soz. Nimagadir bu aylanmayapti. Xo'sh, simlarni yana o'z joyiga qo'yib qo'ydik. Mana ko'rib turganingizdek, hammasi o'zining joyida. Hozir boshqatdan tekshirib ko'ramiz. Agar bunda ham ish bermasa, ko'rib turganingizdek ishlamay qoldi. Ko'rib turganingizdek baribir ishlamayapti. Motor soz, lekin hozir taymerini ham ochib ko'ramiz. Taymerda ham gap bo'lishi mumkin. Taymerini ochish uchun shlankasini yoqamiz. Mana bu 3 ta samorezni bo'shatish kerak bo'ladi. Xo'sh. Источник питания 220 ю 50 Гц.
Zagruzka 6,5 kilogrammgacha yuvadi. Mощность 400 watt. Mощность отжима 190 watt. Mana bu motorchikniki. 190 wattda ishlaydi ana shu motorchik. 190 watt. Общий nominal 400 watt tok kerak bo'ladi bunga. 400 watt kerak bo'ladi. Xo'sh, endi ochamiz buni. Mana endi ochamiz. Asta sekinlik bilan ko'taramiz. Birinchi marta ochilishi bo'lsa, qiyin ochiladi. Hozir rejimni ishlatish uchun mana bu yerda kontakt bo'ladi. Ko'rganingizda mana kontakt. Ko'targan paytda o'chadi. Yana qo'shiladi. Ko'rganingizdek bu ishlamayapti. Mana bu kontaktni qo'yamiz. Keyin mana bu timerni qo'yamiz. Shunda ishlab ketadi. Shu. Bu mana отжимning timeri. Mana bu yerda esa rejim. Yuvadigan rejimlari bor. Mana bu yerda mana delikatniy stirka, normalniy stirka. Bu timer esa necha minutgacha qo'ysangiz shunga qarab ishlaydi. Sizlarga maslahat berardim. Bunday kir mashinalarni hammomda yoki banyada qo'ymaslikka maslahat berardim. Ko'rib turganingizdek mana korroziya bo'lib ketgan, mana korroziya. Mana bu yerda mana timerning ichi ham mana nam tortadi. Banyani ichidan nam tortib ichiga suv kiradi, nam tortib keyin buziladi. Iloji boricha kir mashinani banyada emas, banyaga yaqinroq bir joyga qo'yish kerak. Xo'sh, kasali shu. Mana bu kontaktni qo'yamiz, timerni qo'yamiz.